Suyumlik dostlar, yaxshimisizlar? Radio to'lqinlarida yana uchrashdik. Men do'stimlar Zubayda Tursun. Anglayotganingiz Mung TV ishlar programmasi. Har kuni kech radio to'lqinlarda biz Kemra. Qadrli do'stim, siz nima his qildingizmi? Yoshning cho'ng'ishiga agishib, biz asta shuni payqaydi ekanmiz. Gapimizni anglaydigan, bizga holmo aytadigan kishilar bag'an sir azlab ketib boradi. Hatta ba'zida birasining biz bilan mundishini, ko'nglimizga gaplarimizga quloq selishini arzulab qoladi ekanmiz. Ammo paranglashqadek biror do'stni topolmaydi ekanmiz. Hayotdagi ko'ngilsiz ishlarning 10-9i hamma odamning tilqisonchiligi va boshqalar bilmaydigan azoblari bo'lganligidan bo'lsa kerak. Amaliyotda hech kim ko'rinishidagidek qaysar emas. Faqat cho'ng bo'lgandan keyin kulimsirashni azobning o'rniga, sukutni jidalning o'rniga dastishga odatlanib qolamiz xolos. Chunki cho'ng bo'lgan sari atrofimizdagi muhim kishilarni ansiratmaslik, shundaqla chaqliq kishilarning bizni masxir qilish fursatiga erishib qolmaslik uchun ko'nglimizga gaplarni deb yurmaydi ekanmiz. Shundaqla yana yosh cho'ng'aygan sari hamma odamning bizga chin ko'ngildan chiqarib muomala qilolmaydiganligini bayqaydi ekanmiz. Shunga ba'zi gaplarni boshqalarga deb bersak, ular chaqchaq o'rinda muomala qilib, burilib boshqalarga deb berishi mumkin. Biz ziyon tortib boshqalardan ehtiyot qiladigan bo'lib qoldik. Azar yeyverishga sukut qilishni o'rganib oldik. Menimcha bo'lganda kichik turmushda o'zingiz bardoshlik beramagan ishlarni boshqalarga deyishingizdan qilcha hojati yo'q. Chunki hamma odamning sizga o'xshash hissiyoti bo'la olishini tayin. Shunga nurg'ulg'an ishlarni ichingizga yutib yetib, cho'ng kichik ishlarga o'zingiz yolg'iz yuzinishga ko'ning do'stim. Biz bugungi Mung TV ishlarda mushaqdagi his tuyg'ularimizni o'rtoqlashib baqaylik. Balkim fikrimiz bir yerdan chiqib qolishi mumkin. Balkim anglab bo'lgandan keyin yeniklab qolishingiz mumkin. Har kuni kechdiki, mana bu kechlik anglish vaqti men uchun intayin qimmatli. Shundaqla siz uchun qimmatli bo'lishini umid qilaman.